Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani, bolajonlar, nega ota-onaga bo'ysunishimiz kerak? Chunki ular biz uchun eng yaqin va g'amxo'r insonlardir. Nega tartib-intizomga rioya qilish kerak? Chunki bu muvaffaqiyatga olib keladi. Qani, kim aytadi? Nega o'qituvchini diqqat bilan tinglash kerak? Chunki u bizga bilim beradi. Nega tabiatni himoya qilishimiz kerak? Chunki tabiat bizning hayotimiz manbaidir. Qani bolajonlar, nega do'stga yordam berish savob? Chunki mehr va do'stlik shu bilan mustahkamlanadi. Nega uy ishlariga yordam berish kerak? Chunki bu mas'uliyatni o'rgatadi. Qani, kim aytadi? Nega jamoat joylarida tartib saqlash kerak? Chunki bu odob va madaniyat belgisi. Nega gigiyenaga rioya qilish sog'liq uchun muhim? Chunki tozalik kasalliklardan asraydi. Qani bolajonlar, nega kitob o'qish foydali? Chunki bilim va tafakkurni oshiradi. Nega qariyalarga yordam berish kerak? Chunki ular hurmatga loyiq insonlar. Qani, kim aytadi? Nega o'yinchoqlarni tartib bilan yig'ish kerak? Chunki bu tartibni o'rgatadi va narsalar yo'qolmaydi. Nega nonni qadrlash kerak? Chunki u mehnat mahsuli va baraka ramzidir. Qani bolajonlar, nega darsni vaqtida qilish kerak? Chunki vaqtni to'g'ri taqsimlash muhim. Nega do'stlarimiz bilan janjallashmasligimiz kerak? Chunki tinchlik va totuvlik muhim. Qani, kim aytadi? Nega daraxt ekish yaxshi amal? Chunki daraxtlar havoni tozalaydi. Nega kattalarni tinglash muhim? Chunki ularning maslahatlari foydali bo'ladi. Qani bolajonlar, nega yolg'on gapirish yomon? Chunki ishonch yo'qoladi. Nega sport bilan shug'ullanish foydali? Chunki u sog'lig'imizni mustahkamlaydi. Qani, kim aytadi? Nega qo'llarni toza tutish kerak? Chunki bu kasalliklardan saqlaydi. Nega bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak? Chunki hurmat do'stlikni kuchaytiradi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.